Ali Usmon ismini birinchi marta eshitganimda ham yoqtirmagandim. Ali ham yoqtirmayman. Kel, sen bilan kelishib olaylik. Avval ismingni o'zgartiramiz. Sen isming endi Armenak bo'lsin. Xo'sh, ismingni o'zgartiramizmi? O'zgartiramiz. Ammo faqat ismingni emas, hayotingni ham o'zgartiramiz. Hayotingni, oilangni, uyingni, otangni, diningni, senga nasroniylik huzurini va'da qilaman. Tirik qol. La ilahe illalloh. Muhammadan Rasulullah.